Assalamu alaykum turdoshlar. Yaxshimisizlar? Necha kun ilgari Estirin qarindishimiz şu Amerikadagi bir oilaningki vatanga berib kelgan, oila bo'yicha vatanga berib kelayotgan, urug' tuqqanlar berib kelayotgan mushundaq bir temani chiqadi. Men beklab qo'ydim. Buni biz o'ylashib turib chiqargan. Bu ailemde başka narsa meylicu. Ben beşiden şu 5. iyul vakasıga ait münasebetlik bir temadan başlayayım. 5. iyul vaxtida 2009 yılı ben vatandadım. Ben hiç qandaq bir 5. iyul vakasıga aralashgan yoki onundan ilgari bir ishga ilinib qolgan mundaq mı ailem emas, o ailem emas, hem özemmi ondaq bir işlağa qatnışıp o bir işqa uçurmagan. Lekin ondaq bir qatnaşqan ailelerinin tizimligida bir sıbatı Roşan Talat isimlik. Tosatdan payda olib qolgan aşu eliqi tutuş buyruğu chiqarilgan, amaliyat tutulib ketgan bo'lsa-mu, tutuş buyruğu chiqarilgan. Bunda bir teşviqat varaqları bütün şu Ürümçininki her qaysi bulun puşqaqları aile, ultraq rayonlar bolsun, yerastı yolu olsun, anadaki körüklərinin astıdaki şu stolbular olsun, uyaq buyaq degan yerlərə hamısı çaplanğan şu resimlərin içində şu ayalının resmi vardı. Jiraqdan tanısammı bu aileni? Lekin beriş kelish qilib baqqan aileden emas. Tutuş buyruğu chiqarilgan Xitoyning hozirga qadar torda tutuş buyruğu bor, qizil boshli hujjati bor. Mushundaq bir xonimninki Amerikaga erining banasida chiqib, uningdan yanimi vatanga qaytish oldida turayotganligini anglab, anadagi siyosiy panohlik degan bir odam tutuş buyruğu Xitoy tarafidan tutuş buyruğu chiqarilgan bir odamninki vatanga qaytish oldida hikoyalik ustida qarindoshlarımızdan bir uchurni anglab, anadagi savollarni anglab, nurg'un o'ylarni qildim, ham bir izdanib. Bu aile hamda shunda bir yaxshi bir oilaga kelin bo'lgan bir xonimninki ham beshig'i atalmış işler kelib Xitoy tarafidan qizil boshli hujjat chiqarilgan bir xonimning qandaqsiga yana kelib siyosiy panohlik tilashmi naq shu tutish buyrug'i chiqarilganlik sababdan yo'ldoshi Amerikaga aytib ketgan mushundaq bir xonimning qandaqsiga vatanga qayta oladiganiga savol qo'yildi. Ham vatanga qaytmoqchi bo'lsa-mu Beijing orqali qaytirdi. Aşağıdan qandaq kirdi. Alaydı işençisi bo'lmasa, qayta alaydıgınaga hem qaytib kelalaydıgınaga alaydı işençisi bo'lmasa, bu aile berib barmaydı. Xitoy konsulluğuna kirmaydi. Hem nurg'unlarning Xitoy konsulluğu viza elayotganini anglamadik emas, angladik. Xo'shlish murosimlarini o'tkazgan xonimlarnikini angladik. Anadagi mushu oildan yanala mushu xonimning banasida Roşan Talatning banasida siyosiy panohlik tilgan yana bir ash uyga kelin bo'lgan Xolida xonimning berib kelganini, erining berib kelgani bormi, qizining berib kelgani bormi, o'zining berib kelgani bormi, bularni anglab ham do'yin orqali tushirib olgan qarindoshlarımızning ivatgan videolarini ko'rib hang-tang qoldik. Siyasi panohlik tilgan adam qandaq bora olaydi deb men so'zlab o'tgan. Endi siyosiy jinoyatchi deb qaralgan, tutush buyrug'i chiqarilgan bir xonimninki qandaq bora olaydiganiga texmi bir yo'g'on savol qo'ydim. Ham o'ylandim. Siyosiy panohlik tilganni maya qo'yib qo'yayli. Siyosiy jinoyatchi deb qaralgan 5. iyul vaqasiga chetishlik deb qaralgan şundaq ne Uyghur yigitlerinin aşı 5. iyul vaqasidan keyin ölüm cezasıga hüküm kılınıp icra qilganligi haqida to'rladi nur
nurg'un materiallar bor. Hem shuni bana qilib o'tirib talay namoyishlar o'tkazilgan. Hem shuni bana qilib o'tirib noydim yig'lab turib guvohliklar berilgan. Lekin bu xonim unutilib ketildimi? Ya bu xonimniki astush qobiliyati bir qanday xo'p qoldimi? Yoki ma atrofdagi yo'ldoshlarning nayt ko'plab yordami ostida saqayibmi ketdimi bu ishlari? Uni uqlamaydi. Hem nayt aktiv bu xonimlarninki eli Amerika Uyg'ur birlashmasininki keçiliklarda olsun. Halide xonimninki. Vatanga qandaq berib keldingiz degan adam yo'q. Erkin Gumpay'ninki şundaq faaliyetlarda aktiv yürüyatkan muşu ailedən biraz sual sorab baxmadımı? Muşu siyasi faaliyet emasmı muşu Amerika Uyghur Birleşmesi'nin yoki yani birimi deganlarninki sizlar bu yerlarda yursanglar qandaq vatanga boralaysizlar degan biraz chiqmadimi? Uni mi bilmadim. Yo'lliq deganda tutib, yo'lliq deganda qaytib kelgandikin tarqitishlar bo'lganligini mi anladik. Tekrar aldansa, bir olsa künüp qilishdim, bir olsa vazifadan bo'ladi. Yoki xolashdan bo'ladi. Biz vatandan chiqqankanmiz, biroz bir qalimizni ishiltib yiqib, ma vatanda nim bo'lyotidi. Ba'zan beriyotganlar, ba'zan da'volar aralashmagan, bunda holatdikilari olsun, o'g'irlikchi borsizlar, o'g'irlikchi qaytib kelsizlar, xoin deb turib peshonangga tamga besilib qildi. Shunda holatdan qo'rqmay o'tirib beryapsizlar. Uch qashqari berish uchun qanday qilish kerakdi? Odatda bir yılan chiqyapsimi bir odamni, ash yılanniki va o'yinchiq yılandimi bir xil mundaq bo'ladi. Xitoy aqildi, Xitoy ko'p qildi, majburiy emgak qilg'izdi, Xitoy bizni mandaq qildi deb turib siyosiy panohlik tilaganlar, manqangni yiqib turib ash ko'chmalar idorasidan yolg'on hujjatlarni topshirganlar. Men hozircha demay qo'yay, mush Yevropadagidan tutib, mush Amerikagacha g'arb ellarining arqash davlatlar tekshirishlar bo'layotganligini to'rlardan ko'rib tursanglar bo'ldi. Ya bo'lmasa keyinchi yana texmi ko'rib qolsizlar. Ba'zilarini chiqarib qo'ydim, ba'zilarini tekshirish bosqichigini chatg'im yo'q. Yolg'on pasport ishlatib, yolg'on hujjatlarni topshirib, mushundaq siyosiy panohlik tilaganlar qandaqsiga bora oldinglar? Eliqi saxta hikoyaga o'zing ishinib qolgan yoki shu ko'chmalar idorasini ishondirib turib ilib olgandikilar sening u yoqqa bu yoqqa borganingni u davlatninki hukumatlar bilmanda. Ba'zan bir oilalardan, yaxshi oilalardan ajoyib bir odamlar chiqdi ekan, uni bildik. Men u odamniki, Abdushukur Mamtimin apandimniki olimimiz ekanligini bilaman. U odamning olimligiga yoki yozgan yozmalariga mening hech qanday bir fikrim yo'q. Ma oilaga nima so'z tekkizding, til tekkizding deb yurib avarim bo'lishma. U oilaniki, ama farzandlarga qarata savol qo'ydim. O farzandlariga bir savol qo'ymadim tahi. Nerni ichi yutidi menga baribir. Agarda bir odamniki eg'i uchuq, yana bir rasvochiligiga doir kiradigan bo'lsam, to'rda qerisdan tutib, yuz ko'tarib yurgil olmaydigan narsalar to'kilib ketardi. Men unda qilmadim. Lekin ma oilaniki shu vatanga berib kelishida bir gumonliq bir nuqta bor. Nima nuqta tutish buyrug'i chiqarilgan. Shuning uchun men oilaniki berib kelayotgan qismiga aralashdim. Qanda baralaydi? Mush qizilbosh hujjat chiqarilgan. Mushu Roşan xonim qandaq bormoqchi, qandaq baralaydi? Xitoy konsuldan ajoyib bir viza berib qapti. Xitoy uqmay qoldimi deb turib savol qo'ydim. Berib kelayotganlar ichidimi? Shu ko'chmalar idorasiga saxta hujjat topshirib turib, qandaq tutish buyrug'i chiqarilgan deganlardan talay-talaylari bor. Bular qanday baralaydi? Azraqmi g'ururing bo'lsa, azraqmi bir aqling bo'lsa, mushu narsalarga bir savol qo'yib baqsang bo'ladi. Yeb, ichib qandaq noch yashasangmi bu dunyodan ketsa.
Xudaylik, qiyirlik bilan tortishdi, u yerni kesib, bu yerni birin bo'lib ketganlik xotinlarımı ba'zilar menga bir savol qo'ygan chaqda ashtaq deyman. Nima ishim qilasizlar? Bərber kitimiz, yaşlar bilan yaşlıq talaşmaymiz. Özümüzün şu haltımızda turğunumuz yaxşı emasmı? Külsəngmi külgününü bilgili olmaydigan, yığılsam yığılğını biləməydigan, tartışıb qalğan müştaq bo'lib qolgandan deytimçu. Bunda bir sual qo'yib baqsaq ba'zan narsalarga-chu, ba'zan narsalarga tafakkur qilib baqsaq, nimaga tartishimiz biz? Ölümnimi qabul qilamiz? Xalayli, xalamayli. O dünyadan hiç kim kelmegen. O cennet degeni şundaq bir tasvirlab kelsimi, hiç kim bu yerga hozir bu dünyani qo'yib o'tirib bu dunyoga ketishni xolamaydi. Şunu ba'zan narsalarni mayli ko'karmaydigan yerga qanchalik o'g'it salsang, urug' qanchalik yaxshi bo'lsa-mu, o ko'karmaydigan yer. Bu davomı şu. Kökermeydigan yerge isil velip olturup, hele bununla mescid kurduk desimi ergeşken, hele bir nime kıldık desi ergeşken, hele öy aldık desi ergeşken, hiç nime kamede barlık aldamçılıktan hemmisini muşu neçi yılda körüp olduk. Xulaslap olduk. Bunun izlenmegenligimiz için bazen nersen bilmeydik. Meyli dağlık şairler bolsun, meyli dağlık o yazgıcılar bolsun, vay bizge degen aşk kahraman yaratış şunda asan ki. Ma siyasi panalık diyen adam qandaq bardı vatanga degandim qo'yib turayli, Qizilboshli hujjat chiqargan siyasi jinoyatchi davlatni og'dirishga urinish jinoyati o'tkazildi deb qarag'anlar qandaq bara oladi? Savol qo'yib beqing o'zingiz. Siz bara olamsiz? Men baramayman shaxsan. Men baramayman. Ben şunçilik aldınıp durup namayışı katlaşıp saptıkenme. 2018 birinci ayda aşı aldamcılık katlaşıp saptıkenme. Aslında o bir belik tutuşke. Konuları uyuşturucuları hiç gap yok. Öyle Guantanamo'ga tercümalık bulup vuççıdan uçup durup berip kilergen okşaş. Yeni birileri berip kilergen okşaş. Erkin Sıdık 2009 berip Şinjan'da şöyle demisem konular yerim bop qalmısın. Hazır Şərq Türkistan demigendikin şundaq dep attıgan yaxşı dep yazıp bitganlar ba. Şinjan'da şönün Qızıl Ravaqıda, aşağıda olturup Ravaqda nimelerni qilmagan? Qanchalik adamlar şu tüpeylikin türmege kirib ketdi. Etilib ketganlar puhralar. Xitoy degan 100% bir narsani planlab olturup bu Şovgan vakası yalgan emas. Lekin şunçilik Uygurlar o Şovganda nima deb paydo bo'lib qoldi? O jidalga chiqdi. O'ltirilgani ras. Lekin uni Xitoy qandoq ishlatdi? 100% bir narsaning ichiga, bir taqa guruchning ichiga mit tushib qolgandek ish. O mitlar kim? Uni Xitoy qandoq ishlatdi? Sual qo'yib baqsaq javob chiqadi. Milliy hissiyatni qo'zg'ash nihoyatda oson. Bu qo'sh qirliq, qo'sh bisliq bunda bir tig'ga o'xshaydi. Azroqli bir o'tni yiqib qo'ygandikin, voy ashoganda munchik Uyg'ur manda qopti, o'ligini qaytarmadi degandikinlar degan Uyg'urlar shunda yurkimiz og'irsin biz jimjit. Chunki oilamiz shunda o'rgatgan, jim o'ltiringlar, tesh o'ltiringlar. Medeniyet inqilabida anımızı, momimizni ko'rgan oila biz, shuning uchun jim o'ltiringlar balam degashga, biz jim o'ltagan. O'yin ko'rgichilar deb hisoblасakmi bo'ladi o'zimizni. Biz jim bitta o'tagan. Sadanki yiqildi. Nurg'unlagan Uyg'urlar ko'ch-ko'chiga to'kilib ketdi. Shuning uchun Xitoy bu boshqa bir narsaga aylanib qolmasin, boshqa bir da'voga aylanib qolmasin deb o'ltirib bu işçiga kirgizilgan Xitoyninki quloqlari, harbiylar ishchiligi. Shular anadikin bir-birini chiqishga, yana bir qilishga vazifalantirildi. Anadikin Uyg'ur bostirildi. Shu banada jiq odamlar o'ltirildi, lekin qahramon deb atalganlar tutish buyrug'i chiqarilgan bo'lsa, chiqatdi Amerikaga. Turmada yotgan siyosiy jinoyatchi deb qaralganlar
nima deb Amerikaga, Yevropaga chiqaldi? Turkiyaga chiqaldi? Agar men Juhaylinniki kotib olgan bo'lsam, bu vaqtchi piximni osmon qilib etdinglar? Agar mening uyimda bir atal soqchi bo'lgan bo'lsa, nima qilib etdinglar? Unisi noma'lum. Agar mening bir tuqunim Xitoy bo'lsa, u nima ish qilib etdinglar? Ammo vatandagilarga axloq to'g'risida dars o'tadiganlar bor. Millat to'g'risida dars o'tadiganlar dal xotini Xitoy, haliqi mamtin Xitoy. Xotini Xitoyga chiqirib qo'yaymi ya rasmini? Xotin ikkisini chiqirib qo'yg'ili bo'ladi. Kerak bo'lsa. Ba'zilar deydi, "Palon nimani chiqirib olsangiz bo'ladi" dedi. Nima ish qila olaysa? Rasmini chiqirib turibmi bir Facebook ocholmaysa, nima ish qilsa men chiqirib qo'ysam? Lekin aşı savolni qo'yg'immi, javobmi bergim kelmaydi ba'zilarga. Shundalar qandoq chiqadi? Hem davani ishi kirib turib bizga dars o'tadi. Ba'zan bir Xitoyga tekkan deb turib aşı vatandagilarni tullab ketisizlar. Chiqirib qo'yganlar va eliq doyinchi xonimlar va fetsaypisi tinmay bir nima bilan ta'minlanadigan. Senmi yaxshi kun ko'maysa, yolg'on tashviqot aşı. Kimlar uchun tashviqot qilsa, o'zing bilasan. Agar o'zing uchun qilayotgan bo'lsang, sen cho'qim ilishib qolgan bir odam. Munda bir nimani o'qib beqib bo'lsa-mu, men xato ish qilayotgan o'xshayman. O'lim yetim degan hamma narsa bo'ladi, hamma yerda bo'ladi. Yomon kasal bo'lib qolib o'lib qoldiganlar hamma yerda bor. Uni qanday tashviq qilish kerak degan ustida biroz izlandim. Lekin heliqi Xitoylar ustida izlanmaysizlar. Heliqi Xitoyga tekkan qizlar ustida, bir yer uchiq qizlar ustida. Voy, davani uchun palani qo'ngi uchiq qizlar va zakta qilib yurgan menda bir nimalar bor, ko'midinglarmi? Ko'may qoldinglarmi ya? Xitoy og'an, Xitoyga tekkan refaning ichidami bor? Davaning ichidami bor? Ko'may qoldinglarmi, anglamay qoldinglarmi ya? Lekin Uyg'urlar vatandagilarni tullashga shundoq usta. Qarama unda qilibdi. Araq ichib yutibdi. Ammo Xitoyga tegmashga, voy ma axloqsizga, mundaqga. U diqqatni burash uchun vatandagining sirtidagi yolg'on da'vogarlarniki, da'vogar deydi, nikidan diqqatni burash uchun ashundaq bir narsani o'ynaydi. Xitoy birlik sapninki naytim ustunlik bilan o'ynaydigan har xil o'yinlari bor. Heliq kampitchini o'tirg'i chiqarib, anadikin nim bo'ldi? Heliq bir izg'i tushgan birisi bor. Uning opisi kelibdi, chiqarib qo'yibdi bolalar to'rga. Bular qandoq o'ynalyapti? Kimlar orqali to'rlarga mushu diniy ziyatiksi yoki mushundaq bir birlik sapninki tashviqotlar kimlar orqali to'rga yollanadi? Biroz o'ylanib baqsanglar, u o'qigan o'qimagan bilan munosabatsiz. Takror oldini vergandiki o'xshash tema, faqat personajlar birozla o'zgarish bor. Lekin ashu narsalarning hammasi o'xshash chiqaverdi. Uyg'urlar başka özü bilen munosabatsiz bir tuproqlarda o'lishga roziki, o'zining tuprog'i uchun bir zuvan chiqarib qo'yishga rozi emas. İslamni qo'g'dug'uchilar, voy-yey, o qo'g'dug'uchilarga qusuvitday. Sanga ehtiyoji bormi? İslam davlatlarida ne olimlar bor. O ayrım bir davlat, mustaqil davlat sanga ehtiyoji bormi? Lekin Uyg'ur shundoq bir hayajon bilan kiralaydi, o'zininki kelgan chaqda 6-oydan qo'limizlaydi. Yo'qolib ketadi yana kelib. Heliqi Amerikada turkumlab qaytayotgan, turkumlab Amerikaga kelayotganlar, uyini ichib berib, shularni o'rinlashtirishga mas'ul bo'layotganlarning ichida ne yo'g'on da'vogarlarniki, urug' tuqqanlari, o'zi yana birmalari bor. Heliqi Yalqin Rozninki nima, bolalarningki to'yini, nikohlarini kim qilib qo'ydi? So'rini hazırlab bo'ldi. So'rini hazırlab berdi. Rishad Abbasqu. Men qalsingning shaxsiyligiga kirib baxmadim yana kelib. Nima uchun hukumatni aldab turib shundoq bir imtiyozlarga erishib olib, yana Xitoyga ishonchimiz qanday qayta olaysan degan narsada savol qo'yib baq dedim. 5-iyul vaqasini setib yeydiganga talay to'kilib ketsizlar-ku.
Lekin muşunuga chetishlik ba'zi odamlar nim bo'ldi? Ma yenimizda bor, vatanga beryapti deydigan odam yo'q. Oy, yilqi vatandan kelgan xabarlar deb ketdi. Appang beramdi sana o xabarni. Demeysizlar. Aldamchilik ekanligini bilib turib, ashuningga qarab o'ltir sukutni tanlash shu ba'zilar shu vazifilik, shu sorunda ba'san. Xitoy o'zining odamlarini yig'ishtiryapti. Harbiydiki, Xo'janjunning odamlarini qanchalik yig'ishtiryapti? O'ltirildi dedi. Jiq boshliqlar, shu ministr darajalilar o'rnidan tushib ketdi. Öznikini öldürüvatı, yığıştırıvatı, sana mı növbet kelidi? Chet elda mi o'ltirilgan Xitoylar jiqmi? G'ojangdan bir buyruq kelsa, sen mi o'ltirilsa? Agar ahling azroq bo'lsa, to'xtab tur, mush qadamimni to'xtatay. Seni sangu ishonmaymiz-ku, lekin ma qadamni to'xtatmasang, ballalarim ko'rdi. Peshonasi qip-qizil tamg'isi bilan necha avlod yashaydi ballalarim. Burungi vaqtlarda ota-bovlarimizning vaqtida koni da'vogarlarning ichida biz u ot eshaklarni minib da'vo qilgan bo'lgandan keyin hech kim bilmagan u qo'zg'alanganmi, nima qilganini tarixi yozilib qolmagan dushman uni yig'ishtirayotgan. Lekin hozir tarixi yozilib menyapti. Yozma shakldami, video shakldami, hamma narsa yoziqliq. Men birla adam emas, talay ballava qirishayotgan. Men 2018da jiqla oldiga chiqayli degan chaq to'xtanglar. Men ajoyib tillanib ketyapman, qarindoshlarim. Lekin sizlar chiqmanglar. Sizlarning ota-onalar o'sim saqqasin degandim. Necha kundan oldida jiqla dedi o'yada. Elimi biz chiqmabdi ekanmiz. Shu aldamchilik. Oy chiqinglar, o'tirga chiqmamsa deganlar nima deb chiqmamsa deydi. Qapqonga tushirish uchun deydi. O'tirga chiqmasimi, chiqishlarni qig'ili bo'ldi. Hech bo'lmagan yomon ishlarni qilmasangmi, shu cho'ng bir ish. Agar ahloshimiz joyida bo'lsa, shu beriyotgan, kelayotganlarning ichidagi noytimi, Naaytimi, tizimlikning 5-da turdiganlarga savol qo'yib, ma nima ish bo'lgan 2009da? Ma tizimlikning ichida botiq bu qanday paydo bo'lgan bu tizimlikning ichiga? Bu da'vogarmidi? Shu vaqtida bir Shauganninki shu qirg'inchilikda 5 bo'lgan xotinmidi? Bu qanday paydo bo'lib qolgan? deb savol qo'ygan bo'ladi. Mening mashdaq maydonimga kirman deb turib, hozir iltimos qilgan qarindishim yo'q. Ovozingizni o'sim qo'g'dang deb o'ylayman. Men o'zimni so'zlay bu ishda. Bulamda rahmat. Ashtaq o'ylab beqinglar. Qozog'istondami? Uyg'urlarning madaniyati, Uyg'urlarning birmisi voy mustaqillik degan Ozod Qosim degan o'lib ketdi. Ey, o'ylab baq, ey. Qanda u yerda mustaqillikda birmi qila oladi talay. Vatan deyaligan cho'ng-cho'nglarni o'ltirib atgan yerda hozir sen qanday yashading degan ustida hech qanday savol yo'q. Uningdagi neliqi bir nechisi bor. Vatanda vaqtimizda ba'zan bir yozmalar orqali ba'zan odamlarni tunigandik. Haji safarda deb turib bir narsa yozib Uyg'urlarning yoshqi cho'ng odamlarning hajiga berish jarayonida pulini ma ishdan eg'iga nim qilib aşağıda bir bo'lgan bir ishni deb kulki shaklda butun yezib naydi nafratlangan cho'nglar botdi. Mush hajiga berish jarayonida bir narsalar yutib ketmasin deb o'ltirib beg'i ishdan beg'i nim qoldigandi. Nima deb buni yezib bunda qildigandi deb shuning bilan u bir qahramonga aylandi, chet elda paydo bo'ldi, ko'rdik, angladik. Naydimi ko'pab so'zlaydi, lekin savol qo'yadigan odamlar yo'q. Balki mening yeshimdagilar o narsalarni o'qigan bo'lishi mumkin yoki izlansanglar chiqishi mumkin. Süt satadigan qo'pib men dedim oldin qatam bir maydonda Amina ismli ayolni men Xolida deb sapdim, do'ppini har xil kiyishni, shu mundaq kesakdek kiyishni o'rgatgan. Shuningga
aş bir narsalarchi kallangizni azroq qilib qolgan bo'lsa, ya uchur bilan ta'minlang yoki o'zingiz bir kichik qisqa yozma qilib chiqarsingizmi? Ma madaniyat davosi degan qancha yil qilib ekan, necha vaqt ne hisobli madaniyat davosiga Uyg'urning hissiyotini o'ynag'ili bo'ldi ekan, millat deb turib shu millat uchun ümmet üçün degandikilla shu bir shundoq bir qo'zg'atqich bir rol ekan, katalizatorlik rol o'ynaydi ekan, shundoq bir temalar deb turib savol qo'ysang bo'ladi. U yerlarga masjid deb ketdi, un deb ketdi, bun deb ketdi. Ashuning arxi ko'rinishi faqat uni bir to'p shundoq qo'zg'aydigan, ham bir to'p qo'g'daydigan odamlar bor. Nim deb shu hozir eliq bir mezgil Gollandiyadan bir vatanga qaytgan bir oddiy birsinikin degan o'tirg'i chiqirib degan tosqaldi zodi 73ning hammasi video ishlab ketdi. Mana ishlanglar turibdi-mi Amerikadagilar? Tutish buyrug'i chiqargan Xitoy. Qanday qaytidi? deb savol qo'ya, shuning video ishlamamsa, eliq nochi yo'g'on so'zlab ketgan. Turibdi ana, chiqirib qo'yganda asli inkaz yezishdimi qo'qsa. Ba'zilarga ayrimxonda bir munch narsani ivat qilibdi, ularga rahmat etdim. İnkasmi yazolmaysan, qo'qsa, bormoqchi bo'lganlar bor. Bir-biringa, voy, yaxshi bo'lib ketibdi. Viza olish osonka. Manga bir siz qilibdi, sizga cho'qim viza berdi, albatta berdi, borsam. Qopqon tushirgan shunda oson bo'ldi, albatta berdi menga. Meni ses tushdi berdi-da. Lekin men bormayman. Po'xvan menga. Eğer neçə gün aldırı bir sınırımız bilan paranlaşdım. Bu yerdə mən oturup çıxmağam, basam buladı. Lekin kim mən bilan uçqaşqa oynayışa ala. Bala vaxtımdakı dostlarım var. Mən bilan xatırjam oturup paranlaşa alamdı. Nemiş qılıma öydikilərini parakəndi qılıbdı. Normal adam mında xiyal oldu. Normal adam, Normal adam. Ay yanında soğuğu salamını əketkənlər. Açtaq, tutuş buyruğu çıqırılgan siyasi panalık deyilgendim. Bu tutuş buyruğunu bana qılıp durup siyasi panalık deyilgen aşı bir aylık 2 kelin, yani bir küçük gelinninki tutuş buyruğu var. Çoğun kelin bana qılıp oturup. Vay, bəzəllərinin vağı qara, İçi bitəydisa. Pensiya maaşlarından tatıp uxmaydı deme, Saxtın nimeler bilen nimelerini kıldın bilip durvatı mı? Az əpələş bəzilərin ço, tunguz resmi çoşq petikli etken ki arkasından ki gurur emez, kalbinin özünü la, yalganda beşini paytımlarını çekip olup, Paytımı çekip ağını bile erin berip geldi. Men opam türmede, meyve kıp ketkenlerin ama. Başka nesini koyaylı? Kızıl başlık hücütü valla, Ben dedim ki Cuhaylının ki katı olduğun bolsam, pihiyimini asman kıvit ettin la, Yüz diyendim adam kötüreleydi ki acıma bak o yüz koy hem de işeknamı teristim. İş kılıp Bir sezip diken bana. Nerede 100 buldu ola da. Rast. Nerede 100 buldu. Kötürüp jürtkensler. Birden anı kurdu. Birden manı kurdu. Manı kılıç. Yani oşlarının köyünde jürgen el orta asiyatı bir neç xotum ba. Numus kısan çoğay. İşki putun görgüsen geligende. Dep yazdığım bir resim çıkmaydı. Ben onda başkalarınınkinin aslı bir yazmayım. Özüm yakın ütütkalarınınki yazmışsam. Muşunun mecbur buldum. Çünkü 2009 men vatanda. Ağabeylik tutuş buyrukları bütün yeri çaplangan. Ameliyatı türmü kolunda tursumu tutuş buyruğu çıkardı. Bak külkülük iş. Ula aşkhana çattı. Muhacirler mihmanxanasının yan tarafında Taşkent'te aşkhana çattı. Aşkhananın içindeki bütün aşpazlarını hepsi tutup ketilgen. Ula izdereksiz gayip olan ata-analar kep yattı aşağılarda. Lekin hanım Roşan Hanım Türkiye'ye çıkıp çıkıp geldik. Amerika'ya. Ekitipti. Tutuş buyruğu çıkırılgan. Yani gelip bula vatanga vardı ki. Sual koypak, tunguz olmagan ki tunguz yapacağım umunduk. Miyavağı qara hayvanның mı ahli farkı buldu ki hayvan bilen mi ahli farkı var ki o insanın tekimi buluş gerek o.
Tilep yetip, yesangmı bir yerinden tişip çıkıp gide. Uyg'urning haqqiga, qiyniga kirgan Allah balayingni versin deyme. Her bir vaqt namazımda tileyme. Allah balayingni versin haqqasınınki. Allah balayingni versin. Ma boğan işini olsun mu? Mında bir kallımızı işletip anlap bakılı. Tunguzdek içip yep yatmay. Anlap ikiş. Aş Amerika'dım tunguzdek adamlar var. Yeşin kança yaş kirip ketken basın. Tunguzdek adam var. Hemmeni bilip duruşsa haqqasın. Ayağı betenge berip atqını var mı? Üyüdü kütüp atqını var mı? Yalğandı dava edip durup adamını soski selip. Bazılarınınkiga aldırmay kiray. Yanam oyunu bağın. Mavu kızılbaşlı höcet çıkırılgan adamınki kandak avetengi var odu. Türmede yatkan siyasi cinayetçiler kandak mayağı çıkalaydı o. Tükü yok bir nimelerni apırıp tıllap olturumuz. Nimişin mağlan çıkamayız. Dep oyluş bekinler. Kallanlarınki ço. Hiç bunu korap kalmaydı. Kallanı işletken sır işleydi o. Pişakının belgen sır ötkürü oludu. Adam eğer biraz da izlense cihnasla tordu bağlı ba. Fakat köngül koysunuzla aldığı 13 yılın neslerini izlep tapalaysız. Meyli Birleşken Devletler Teşkilatı'nın olsun, meyli ne'nin olsun. Tapalaysız. Balları bilen kandak görüşüp atıdı. Eylik noçu ananla. Dep bunda bir sual koyup baksanlar buludu. İşte sıremez. Rahmet sizlerge qeyrindaşlarım. Uykumuz biraz acaylı. Xudayım.